Hozir ko'pchilik yozyapti, xiyonatni qanaqa kechirgansiz, kechirib bo'lmaydi-yu, oldingidek bo'lmaydi-yu deb. Iltimos, mana qurtishgan miyanglarni tozalanglar. Sizlar kim bo'psizlar? Bitta eringlarni xiyonat qilsa kechira olmaydigan, seryozni. Alloh bizni qancha gunoh qilsak ham kechiradi-yu, sizlar kim bo'psizlar, a? Bo'ladi kechirsa, haqiqiy erkak xiyonat qiladimi, boshqa qiladimi, xotinini kechirtira oladi. Kerak bo'lsa oldingidan ham ko'proq sevdira oladi. Men masalan erim xiyonat qilganim bilan juda sevaman hozir. Kechirib olganman, unutib olganman. Hayolimni bir chekkasiga kelmaydi. Men erimni oldingidan ham ko'proq yaxshi ko'raman. O'sha xiyonatlari bilan. Baxtli yashayman desanglar kechirasizlar, kimsizlar? Astag'firullah. O'ziga ishonmagan ayol erini kechira olmaydi. Bevafo dunyo, menga xiyonat qilib qo'ygan bir esimdan chiqmaydi deb yuradi. Aqlli ayol, o'ziga ishongan ayol manaman degan xiyonatni kechirib, undan-da go'zallashib, undan-da kuchli bo'lib, baxtli bo'lib yashaydi. Qattaga qalang qasanqiga erini berib qo'ymaydi, esingizdan chiqazmaydi.